5-iyul qirg'inchiligining 10 yilida Inim Dr. Abdurëhim Tursunni Yad Ëtip. Aptori Nebijan Tursun. Yalqulluq hayotini yovuz düşman qilich ostida vaqtsiz oxirlashtirgan 1944-yildan 1949-yillardagi Sharq Turkiston Milliy Azodlik inqilobining o't yurak jangchisi Lutfullo Mutallib. Yırtılsa kalendarning bir varaqi, to'kiludi yoshlik gulidan bir yo'pirmoq degan ajoyib romantik va real misralarni inson hayotining simvoli qilgandek. Mazkur misralarni esimizga keltirib, o'tib ketgan kunlarimizni eslasak, aslidagi Mutallib she'rlarini yodlab yurgan o't yurak yoshlar bugun cho'nglarga, hatto bovaylarga aylandik. Besib o'tgan hayot yo'llarimiz tariximizning agri to'qay davolliq musofirlari ichiga kirib ketdi. Shuningga o'xshash millatimiz tarixining nurg'un shonliq va qonliq batlari aslimalarga aylandi va shu qatorda 2009-yil 5-iyul kuni Urumchida Uyg'ur yoshlarining tinchlik bilan Shogandagi o'yinchoq zavodida Xitoylar tarafidan urib o'ldirilgan va yaralantirilgan o'z qarindoshlari uchun adolat talab qilib o'tkazgan namoyishi bostirishga uchirgandan keyin kelib chiqqan fojialik to'qinishlar ham Xitoy qurolli saqchi kuchlarining rayimsizlarcha va qonliq bostirishlari har bir Uyg'urning qalbidagi ig'ir yaraga aylandi. Mana bu yaraga 10 yil to'shdi. 7-iyul kuni sansizlagan Xitoylarning qo'llariga to'qmoq va boshqa jon oladigan so'g'uq qurollarni elib, ko'chaga chiqib, Uyg'urlarga umumyuzlik hujum qilib, hozirgacha Xitoy hukumat taraf yoshirayotgan ko'p sondagi Uyg'urlarni o'ldirib, shu 5-iyul voqeasiga yangi qonliq tragediya batlarini qo'shgan edi. 10 yil oldidagi shu 5 va 7-iyul kunlaridagi qirg'inchilikda hayotidan ayrilgan, tutqun qilinib, jazoga hukm qilingan insonlarning xuddi hozir hayot yashayotgan chet ellarda erkin tiniqlar bilan hur yashayotganlarga o'xshash qanchalagan go'zal orzu armonlari, shirin intilishlari bor bo'lg'aydi. Bugungi kunlarda bizlarning qo'limizdan shu insonlarimiz uchun keladig'ini ularga beg'ishlangan duoga qo'l ko'tarish bilan cheklik ko'lamdagi xotirlash faoliyatlarini o'tkazishdan boshqa hech qanday ish yo'q, albatta. Har yili 5-iyul voqeasining xotir kunlarida Uyg'ur xalqining beshiga kelgan shu fojialar meni qattiq azobga cho'mdirdi. Mana hash-pash degichi bu fojiani 10 yildan buyon xotirlayapmiz. Bu xotir kun men va mening oila tarixim uchunmi hech qachon unutilmasdir. Chunki shu 5-iyul qirg'inchiligiga 4 yil to'shgan. Ya'ni 2013-yili 7-iyul kuni mening oilam uchunmi eng ochiq fojia yuz bergan edi. Dal shu Urumchida Xitoylarning qo'llariga to'qmoq elib, Uyg'urlarga hujum qilgan xotir kunida mening inim
Uyg'ur elidagi Uyg'urlar orasidan birinchilardan bo'lib yetishib chiqqan falsafa fanlari doktori. Ammo shundoq bo'lishiga qaramay, biror universitet yoki tadqiqot o'rinlaridan o'ziga yarasha ishga o'rinlashishdan mahrum qoldirilgan doktor Abdurëhim Tursunni hayotdan abadiy ketgan edi. O'qish bitirib vatanga qaytgandan keyin ishsiz qolgan doktor İnim o'zini qamdash yo'lida Qashqar Perizatda yer ichib dehqonchilik va ushshoq tijorat bilan hayot kechirmoqda edi. Ammo 2013-yil 6-iyul kechida tuyuqsiz qizib ketib, Perizat noylik doktorxonaga jiddiy kirib, hayron qolarliq va g'alati holda hayotidan ayrildi. Doktorlar İnimni davolashdan burun uni doktorxonaga billa elib kirgan dadamni oldi bilan pul to'lashga buyurib etgan. Chunki kasalni ko'rib davolashdan burun cho'qim bemor pul to'lish shart edi. Dadam pulni to'lab chiqqichi bo'lgan 1 soatga yetmagan vaqt ichida doktorlar İnimning jasadini dadamga topshirib bergan. Qisqasi, qizib ketish bilan doktorxonaga o'zi mengib kirgan İnim qisqa vaqtning ichida jon uzgan. Dadam naq maydonda bo'lmaganligi uchun doktorlarning uningga qanday chora qo'llanganligini, bu jarayonda nimalar bo'lganligini bilishga ulgura olmagan. Tuyuqsiz yo'liqqan bu tragediyadan yeshi 70dan oshgan dadam o'zini yo'qotib sarosimaga tushgan va doktorlardan bu jarayonlarni surishtirishga qurbi yetmagan. İnimning jon uzish jarayonini ko'rib turgan kasalxonadagi boshqa bemorlarning ba'zilari keyincha uningga bir o'qil urilgandan keyinla uzun o'tmay jon uzganligini aytishgan. Albatta, uningdan ilgari İnimning yuragida masala bor deb diagnoz qo'yilgan edi. Bu o'lim aşı yurak masalasidan kelib chiqdimi yo'q? Ammo shu kuni zodi qandaq sababdan u hayotidan ayrildi. U doktorxonaga faqat qizib ketib, o'zi mengib kirgan edi. Uning zodi biror o'qil urildimi? Urilsa, bu qandaq o'qil? Dadamning buni aniqlashga qurbi yetmadi va o'zi kasalchan bo'lib, aslidagi sog'lom odam ashu qattiq tragediyadan 4 yil keyin, ya'ni 2018-yil 9-oyda vafot bo'ldi. Mening İnim Dr. Abdurëhim Tursun 2013-yil 7-iyul kuni saharda 40 yoshida hayotdan xo'shlashdi. Shu kuni qeri dadam İnimning jasadini ilib, Urumchiga otlanib, 8-iyul kuni Urumchiga ilib kelib, o'z qo'li bilan dafn qildi. 8-iyul kuni men Washingtonda İnimning vafotidan xabar topdim. İnim vafotidan 45 kun ilgari onam vafot bo'lgan edi. Men shu zaman aeroplan belti ilib vatanga bora olmaganligimdan kuchlik afsuslandim. Chunki Xitoyning menga viza berishini tasavvur qilish tas edi. Demak, faqat vatandan yiroqda, qarindoshlarimdan yiroqda turib, qayg'uga cho'mishdan boshqa ish qo'limdan kelmadi. Mana bu Uyg'ur diyoridagi Uyg'urlar orasidan yetishib chiqqan,
Әмма işsiz қалған tunji pəlsəfə pəllər doktorunun faciəlik qismeti idi. Bu əməliyyətdə öz hökuməti və öz-özüge xocu bolalmağan məhkum millətinin doktorları, alimləri, ziyalilərinin açıq qismeti idi xalas. İnim rus tilidagi 2002 yılı Qırğızistan Pəlla Akademiyasının İlim nəşriyatı nəşr qılğan Dəsləbki o'ttir əsr Uyğur pəlsəfəvi fikirləri namlıq kitabının muallifi bo'lib, bugungi kunda İnimning Ürümchidagi hayot do'stlari, suhbatdoshlari, birga o'ltirib qopgan fikirdosh va kasbdoshlarining ko'pi lager va turmalarda azob chekmoqda. İnim hayot bo'lgan bo'lsa, shubhisizki u Әші лагер və türmələrдəki millətdaşları, dostlar qatardan orun alğan bolar idi. ئابدۇرېھىم Tursun pəlsəfə boyunca doktorluq, yəni PhD unvanını Qırğızistan Pəlla Akademiyasida 5 yıl oqub, rus tilida dissertasiya yezib və yaxlab 2002 yıl alğan bo'lib, uni Qırğızistan Pəlla Akademiyasının akademiki, professori, pəlsəfə pəllər doktori, Qırğızistan Cumhuriyetining ilim pən ərbabi namığı sazavər bolğan ataqlıq Uyğur alimi Aziz Narınbayov məxsus tərbiyələyən idi. ئابدۇرېھىم Tursun Sabiq Qırğızistan prezidenti Asqar Aqayev qatarlıq Qırğız xalqining ko'plagan siyosiy va davlat rahbarlari, akademiklari, professorlarga falsafa darsi bergan. Qırğızistan Cumhuriyetining tunji falsafa professorlardan biri hisoblangan Aziz Aysajan o'g'li Narin Baqiyevning Uyg'urlar diyoridan tarbiyalagan birdan-bir shogirdi edi. ئابدۇرېھىم Tursun rus tilini mukammal o'rgangan bo'lib, rus tilida maxsus ilmiy falsafa asarlarini yozadigan saviyaga yetgan va kitob va bir qism maqolalarni rus tilida yozib nashr qildirgan. İngliz tilini puxta o'rganib, o'z kasbiga doir asarlarni o'qiydigan holga kelgan. Xitoy tilida maxsus tarjimonlik kasbini puturgan. Turk tillardan qirg'iz tilini ravon so'zlaydigan, turkchadagi asarlarni o'qiydigan holda edi. Qisqasi, u o'zini ko'p tillik qilib tarbiyalagan edi. Mərhum İnim ئابدۇرېھىم Tursun kim? Onun ilmiy hayoti qandaq o'tdi? Onun ilmiy miroslari nimalardan iborat? Bu masalalar haqida men ayni vaqtda mening İnim Dr. ئابدۇرېھىم Tursun degan mavzuda bir maxsus asar yozgan edim. Bugun İnim vafotining 6 yilga to'shqan xotir kunida bu maqolani o'qirmanlarga qayta yo'lladim.